Assalomu alaykum. Bugun 8-dars lug'atlarini yodlaymiz. Ustazun ustoz, o'qituvchi. Tilmizun shogird, o'quvchi. Tabibun tabib, doktor. Tajirun tijoratchi, savdogar. Soni'un hunarmand. Mahirun mahoratli, mohir. Solihun salohiyatli, solih. Fasiqun fosiq. Saxiyun saxiy. Baxilun baxil. Adilun adolatli, odil. Zolimun zolim. Ustozu hazat tilmizi ushbu o'quvchining ustozi. Tilmizu zakal ustazi o'sha ustozning o'quvchisi. Asatizu ustozlar, o'qituvchilar. Talamizu shogirdlar, o'quvchilar. Atibba'u tabiblar, doktorlar. Tujjarun tijoratchilar, savdogarlar. Soni'atun hunarmandlar. Maharatun mahoratlilar, mohirlar. Sulaha'u salohiyatlilar, solihlar. Fasaqatun fosiqlar. Asxiya'u saxiylar. Bukhala'u baxillar. Udulun adolatlilar, odillar. Zolamatun zolimlar. Asatizu haula'i talamizi ushbu o'quvchilarning ustozlari. Talamizu ulaikal asatizi o'sha ustozlarning o'quvchilari.